Avtomatika bilan pultli darvozamizni ham qo'yib berganmiz. 1 yildan o'tibdi. Xudo xolasa hali tiriq qitgan muammo, problemalarni aytganlar yo'q. Darvozamiz ham nihoyatda yengil ochilib yopilibdi. Logolarimizni ham yopishtirib qo'yganmiz. 1 yildan o'tgan bo'lsa ham darvoza hali o'zini holatini yo'qotmabdi. Ukamlar navetlar qilib, chiroyli qilib ustini yopib qo'yibdilar. Ichkari holatdan ko'rinishlari. Qo'shni temirlar, radiobloklar cho'tkilar montaj qilib qo'yibdilar. Pauza qilamiz, pastga tushiramiz. Darvoza hali ham o'shanda o'zini yo'qotmabdi. Bunisi qavat bo'lgan, orqalari tekis bo'lgan. Kalitlar yo'qligi uchun mahloqlarimiz yo'q. Yopilishlari ham nihoyatda yengil bo'lgan. O'ylari ham oqimlar o'ylari bitib, fazla chiroyli bo'lib qoldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaysizlar, ishini chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz inshaalloh. Shu darvozani, pultli darvoza istab yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar.